Assalomu alaykum. Az mijozlar, obunachilar. Yana blok sexida kashitasi zo'r, zichligi qattiq, toza chiqayotgan mana bloklarimiz. Ho'l, lekin zichligi qattiq, mana bunday zichligi qattiq mana. Qo'lis nima bo'lmasligi kerak, ezilmasligi kerak. Ana shunday iltimos. Yana blok tanlayotgan paytda adashmanglar, narxiga uchmanglar. Zichligi ana shunday qattiq bo'lsin. Barmog'ingiz botmasin, mana chiqib turibdi, mana o'yli. Lekin zichligi qattiq mana. Mana shunday bo'lishi kerak. Iltimos, olayotgan paytda shunga e'tibor beringlar. Ho'l bo'lsa ham zichligi ana shunday qattiq bo'lishi kerak. Qo'lingiz botmasligi kerak. Ana oddiy misol mana. Mana shu pora mana. Mana. Hech qanaqa barmog'im botib, nima bo'layotgani yo'q. Qirrasidan mana ko'rsatsam, mana. O'sha uchun shunga e'tibor